Davom etamiz. Yoshlarda turli axborot xurujlariga qarshi ma'rifiy immunitetni mustahkamlash, ularda tanqidiy fikrlash va bilim olishga bo'lgan intilishini kuchaytirish maqsadida Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida targ'ibot tashviqot tadbiri o'tkazildi. Ma'rifat ulashi mavzudagi ushbu uchrashuv haqida hozirgi lavhamiz. Tadbirda jaholatga qarshi ma'rifat hamda men terrorizm xavfini qanday tushunaman mavzulari yuzasidan ma'ruzalar tinglandi. Mutaxassislar tomonidan ta'kidlanganidek, bilimli, ma'rifatli va mustaqil fikrlaydigan yoshlar yurtimiz kelajagining eng ishonchli kafolatidir. Shu bois yoshlarni noto'g'ri yo'llarga boshlovchi turli tahdidlardan asrash, ularni ilm va ma'rifat bilan qurollantirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yoshlarimizni ongi va qalbi uchun kurash ketyapti. Butun dunyoda mana shu jarayon avj olar ekan. Albatta biz jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashmasak, bu illatlarni yenga olmaymiz. Shu sababli bu tadbirimizni bugungi kunda tashkillashtirdik va yoshlarga ko'proq turli xil zararli oqimlar, xususan radikalizm, terrorizmning yot g'oyalari va uning tushunchalari to'g'risida aldanib qolmasliklari uchun yetarlicha tushunchalar berishni ko'zlagandik. Bugungi tadbirimizdan asosiy maqsadimiz shu. Yana qanday ishlar olib borilyapti bu borasida? Bu borada nafaqat uchrashuvlar, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham ko'plab milliy kontentlar chiqarish masalasida turli xil roliklar yoki flayerlar va tarqatma bukletlar chiqarib ham biz o'sha keng jamoatchilikka tarqatib, mana shunaqangi yot g'oyalar ta'siriga tushmasliklari uchun katta profilaktik ishlarni olib boryapmiz. Talabalar bilan samimiy muloqot tarzida tashkil etilgan ushbu uchrashuvda yoshlarga mafkuraviy g'oyalarning mohiyati haqida batafsil tushuntirish berildi. Shuningdek, ma'rifat eng kuchli qurol ekani, yoshlar o'z hayotida doim ilm, fan va ezgu g'oyalarni ildam surishlari alohida ta'kidlandi. Har bir yoshning eng katta kuchi bu bilim, tafakkur va yurt taqdiriga befarq bo'lmaslikdir. Gulnozaxon Baxtiyor va Jahongir Qosimov, yoshlar.